Xodimga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo'llash qanday tartibda amalga oshiriladi? Bilamizki, Mehnat kodeksiga binoan intizomiy jazo choralari 3 xil ko'rinishga ega. Ya'ni birinchisi hayfsan, ikkinchisi jarima jazosi, uchinchisi esa mehnat shartnomasini bekor qilish. Bugungi kunda ko'pchilikda mazkur intizomiy jazo choralarini ketma-ket qo'llash kerak degan tasavvur uyg'ongan. Ya'niki, birinchi nojo'ya xatti-harakat uchun hayfsan beriladi, ikkinchisi uchun jarima va oxirida uchinchi nojo'ya xatti-harakat uchun esa mehnat shartnomasi bekor qilinadi degan noto'g'ri tasavvur mavjud. Aslida mazkur intizomiy jazo choralarini ketma-ket qo'llash shart emas. Mazkur intizomiy jazo choralari xodim tomonidan amalga oshirilgan xatti-harakatning og'irligi yoki yengilligiga qarab, uning xavflilik darajasi, qanday holatda sodir etilganligi, nima maqsadda sodir etilganligi, xodimning avvalgi xulq-atvoriga qarab, ushbu 3 ta jazo chorasidan birini qo'llash mumkin. Mehnat kodeksining 313-moddasi 3-qismiga ko'ra, mazkur 3 ta intizomiy jazo choralaridan birini tanlash huquqi ish beruvchiga berilgan. Ya'niki, ish beruvchi o'zi xohlagan holatda hayfsan, jarima yoki mehnat shartnomasini bekor qilish bo'yicha intizomiy jazo chorasini berishi mumkin. Agar xodim tomonidan amalga oshirilgan ushbu xatti-harakat o'ta qo'pol ravishda amalga oshirilgan yoki korxona manfaatlariga zid tarzda amalga oshirilgan deb topilgan taqdirda, bu ish beruvchining xohishiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish ham mumkin. Xodim tomonidan amalga oshirilgan qanday harakatlar bir marta qo'pol ravishda buzish holatiga kirish to'g'risida ichki tartib qoidalarida va jamoa kelishuvida aniq belgilangan holatlardagina ish beruvchi tomonidan mehnat shartnomasining bekor qilinishi mumkin hisoblanadi.